ko'zi ojiz insonlar mana shu narsalarni oyoqligi bilan his qilib yurishadi. Aynan shu narsani siz qidirib yurgan bo'lishingiz mumkin. 2024-yil 18-iyuldagi 266-sonli qarorga asosan ko'zi ojiz, imkoniyati cheklangan insonlarga hop ko'plab qulaylik yaratish maqsadida ko'p rekonstruksiya qilinayotgan, yangi remont qilinayotgan yoki ko'p asosan apteka yoki klinikalarda mana shu narsalarni qo'yishni majburiy qilib qo'yishdi. Bu narsalar taktil plitkalar deyiladi. Buni qo'ymasanglar hozir litsenziya berishmayapti. Aynan shu narsalarni qayerdan olish qidirib yurgan bo'lsangiz, do'konimizga olib kelib qo'yganmiz. Bular hozir bizda ikki xil ko'rinishda bor. Temir ko'rinishi 30 ga 30 razmerda bo'ladi. Bular mana yo'nalishni belgilab beradi. Tochkaligi to'xtash yoki burilish nuqtalarini bildiradi. Ikkinchisi rezinka ko'rinishda, bu narxi arzonroq bo'ladi. Buni ikkalasini ham siz agar uje pollarni qilib qo'ygan bo'lsangiz, maramirmi, kafelmi, laminatmi, qanaqa holatda pol qilib qo'ygan bo'lsangiz ham bu ikkalasini ham ustidan kilelab qo'ysangiz yoki samarangiz bilan qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Buni o'zimiz tushuntirib o'tamiz. Narxlari bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, yana qo'shimcha ma'lumot uchun. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Chakana va ulgurji narxlarda sotib olishingiz mumkin. Bizga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumot beramiz. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'ling.